Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, akalar, ukalar, omonmisizlar, tinchmisizlar? Yana bir dolzarb mavzu. Bu mavzu nima? Juda yaxshi bilasizlar, mana katta bozorimiz bo'lgan Rossiya, men hozir Novosibirskda turibman. Mana shunday bozorlar bizda O'zbekistondan, O'rta Osiyodan kelgan mevalar asosiy mana shunday joylarda sotilyapti-da, akalar, ukalar. Mana shunday joylarda sotilmasa, supermarketlarda yaxshi sotilmayapti. Mana shu narsalar siz bilan bizning bozorimizda ushlab turibdi. Bo'lmasa bozordan ancha chiqib ketdik biz. Bu yerda problema juda katta. Shuning uchun O'zbekiston prezidenti bilan xalqi islohotni boshladiki, bunga mana siz, biz Abdumalikning komandasi qo'shildikki, bu yerda bitta ish, ko'p gapga hojat yo'q. Bitta narsa bo'lyapti-da. Bu yerda halollik bo'lsin deyilyapti, xolos. Halollikda barokat deb qancha video, minglab videolar ko'rsatdik 1-2 yil ichida. Qancha dokazatsiz faktlar, bozorimiz chiqib ketganligi, boshqa davlatlar o'rnimizni egallaganligi, bu to'g'risida prezident ham gapiryapti. Mevalarimizni mana shunday joylarda sotilish uchun, mana shu bozorimizni ushalib turish uchun halollik kerak bo'lyapti. Endi bitta narsa-da, akalar, ukalar. Bir vajni men tushuntirib o'tib ketay. Endi quvalik deyilgan bo'lsa, akalar, ukalar, sizlar quvaliklardan ko'p iltimos qildik. Islohotga qarshi chiqmanglar. Masalan, islohot borasida ko'p joy, Qashqadaryoda piyoz karam problemasi u yer gapiryapti. Oltiariqda bodring, uzum problema bo'lsa, qayerda ko'p bo'lsa, shu yerda problema ko'p bo'lar ekanda, qaysi meva? Oltiariq gapirilyapti. Marg'ilonda, Rishtonda shaftoli ko'p bo'lgan bo'lsa, u joy gapirilyapti. Shu qatori bir yil Gilosda problema bo'lganligini nafaqat Abdumalik shaxsan o'zim ham borib ko'rib keldim. Qay darajada o'sha quvada o'qlanganligini. Buni qaytib kelib bozorlarda ham isbot qilib berdim, quvadan kelgan giloslar. Buni to'g'ri tushunishlaring kerak-da. Mana shu narsani bo'ldi, to'xtatdik dedik. Akalar, ukalar, mana shu bozorlarimizni to'g'rilaylik. Sizlardan kelgan daromadlar axlat bo'lmasin, pul bo'lsin. Mana shunga to'g'ri tushuninglar. Boshqa Oltiariqlik, Namanganlik, Andijonlik, Farg'onalik savdogarlar qatori, Marg'ilonlik savdogarlar qatori sizlar ham ayblaringni aytgan bo'lsa, tan olib qo'yib, bu yerda O'zbekiston, o'zbek mevasini brendi ketyapti. Quvalikda emas, bu yerga kelgandan keyin bular quvani, mana odamlar quvaniki demaydi, bular O'zbekistonning yuki deydi. Shuning uchun akalar, ukalar, hurmatli quvaliklar, sizlardan yana iltimos qilardim. Bugun Narimon degan gruppada, quvani gruppasida Abdumalik tashagan narsalarda shunaqa Abdumalikka zeriktirding, videolarga chiqib olib javob bera olmaysan, meni telefonimni olmaysan. Akalar, Abdumalik shunday ham o'zini vaqtini sarflab 2 yildan beri o'zini mehnatini kerak bo'lsa olayotgan yukini to'xtatib turib, halol bo'lsin deb turib, o'zini foydasidan kechib turib, elga yurtga bo'lsin halol bo'lib borsa, o'shanda sizlarga yana ham yaxshi bo'ladi deb harakat qilyapti. Sizlardan iltimos qilmoqchi edim. Bu Abdumalik uchun emas, men islohot komandasidaman. Abdumalik nima uchun kiryapti? Nima uchun o'shani Abdumalik sen nima qilyapsan, zeriktirding deganlar, bilib olinglar. Abdumalik Farg'ona viloyati bo'yicha jamoatchilik nazoratining boshlig'i bo'ladi. U aynan mana shu halol ishlash uchun prezident islohotiga qo'shilgan inson. Bu ofitsialniy odam. Shuning uchun uni haqqi bor, o'shaning uchun kiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'shaning uchun to'g'ri bo'laylik deb islohot qiladi, shunga harakat qiladi. Agar shu narsani tushunmasdan sizlar o'zingiz shaxsiy manfaatlaringizni, u nima deyapti? Bitta narsani tushunishga harakatini qilinglar, u halol bo'laylik deyapti. Shu yo'qmasa, unda qanaqa bo'ldi? Sizlar nimaga qarshi chiqyapsizlar? O'zlaringizning farzandlaringizning kelajagiga qarshi chiqyapsizlar. Halol bo'lmasa barokat yo'q-ku. Barokatsizlik bo'lsin deyapsizlar. Sizlar to'g'ri tushuninglar, quvalik akalar. Boshqa joydagilar o'rnak olib, mana Oltiariqliklar, Marg'ilonliklar, Qo'qonliklar, Rishtonliklar, o'zini Namanganliklar aybi bo'lsa tan olib turib, mana Qulpinoy masalasida To'raqo'rg'onda qancha tashib olganlarni ko'rsatdik. Shularni ko'rib turib, ular to'g'rilashib oldi, o'ziga foyda bo'lyapti-ku. Nimaga sizlar hali ham to'xtatmayapsizlar? Nimaga sizlar islohot qilayotgan prezident Abdumalik xalqqa qarshi chiqyapsizlar? Maqsadlaring nima? Mana bugun bo'ldi yana. Sizlar to'xtatmayapsizlar, tahdid quva. Ha, nima quva? Отдельный respublikami? To'g'ri tushuninglar, iltimos. O'zbekistonning sostavida, mana Rossiyaga chiqqandan keyin mana odamlar quvani yuki demaydi buni. O'zbekistonning yuki deydi, sizlar o'xlangan narsa chiqarsalaring. Gap shunda ketyapti, xolos. Bu yerda quvani yomonlashga biz zainteresovan emasmiz, bizga keragi yo'q buni. Faqat sizlar o'zlaring to'xtatmayapsizlar. Abdumalikka qarshi siyosat bu degani islohotga, halollikka, prezidentning islohotga qarshi degani. Buni qachon to'xtatasizlar? Jinda aqllaringga kelinglar, quvani qanaqa mard insonlar bor, savdogarlar bor, yaxshisi ko'p. Lekin tan olinglar, bu yil gilos sezonida o'ta yomon ish bo'ldi. O'ta yomon aldov bo'ldi, ko'pchilik ziyon qildi. Mana Rossiyadagi savdogarlar tili bo'lsa, mard bo'lsa aytsin. Shuning uchun akalar, ukalar, ozgina insofga kelaylik. Ish nimadaligini oldin tushunaylik. Gruppaga chiqib olib gapirish oson, lekin bu gaplarga javob berish bor. Halollikka qarshi chiqmanglar, islohotga qarshi chiqmanglar. Ayblaring bor. Uni to'g'rilab olinglar. Ana o'shanda yutuq sizlarga bo'ladi. Jon akalar, hurmatli quvaliklar, biz sizlarni yomon ko'rmaymiz.
quvani u dunyoga taratgan onori, Shredder savxozlar, boshqa mevalari ko'p, o'ta ko'p. Lekin ko'p joyda problema bo'ladi. Shuni to'xtatinglar, aldovni, g'irromlikni to'xtatinglar deyapmiz. Hamma ham emas. Lekin ko'p joyda, ko'p meva joyda ko'p problema bo'lar ekan-da. Shuning uchun bitta narsani to'g'ri tushunaylik, hurmatli Quvadagi mana shu biz olib borayotgan islohotlarni, prezident islohotlarini to'g'ri tushungan aka-ukalar, bu Abdumalik uchun emas yo boshqasi uchun emas. El uchun, yurt uchun, o'zlaringning farzandlaringning halol, barokatli kelajagi uchun shunaqa noto'g'ri tushunib, hadeb islohotga qarshi chiqayotganlar bo'lsa, sizlar ozgina ularga tushuntirib qo'yinglar. Bitta yomon ish bo'lmayapti. Halollikka da'vat bo'lyapti. Halollik-ku bu yerda, barokat kiradi elga, yurtga. Buni tushunmasdan chiqib olib, Quvaga Quva O'zbekistonda sostavida-yu. Qayerda muammo bo'lsa shuni aytilyapti. Bu to'g'risida necha marta aytdik. Buni tushunmasdan bunaqa gap so'z qilmaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.